alaykum. Uy-joy xohish istaydi bo'lgan bizni kuzatayotgan obunachilar. Xudo xolasa bugun sizlarga juda ham yaxshi lokatsiyadan, yaxshi joydan, dachniy zona, lekin mahalla nomi berilgan. Hozir xudo xolasa mana shu endi hujjatlarni yig'tirib rasmiylashtirilyapti shu mahallamiz. Xudo xolasa men sizlarga o'sha yerdan hozir 6 so'tlik xonadonimizni obzorini qilib o'taman. O'zingizlar ko'rib baho berasizlar, o'z yaqiningizlarga ulashib, like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, inshaalloh ko'pchilikka tarqalib, ko'pchilikni xursandchilik kuniga, xayrli ishlarga sababchi bo'lib qolasizlar. Bu joyimizni 3 xonadan iborat, 2 qavatli dacha xonadonimiz. Narxi $25.500 boshlang'ich narxi. Xudo xolasa savdolashib, bemalol sotib olishingiz mumkin. Uy xonadoni egasi Ilhom akam degan yaxshi akamiz. Xudo xolasa o'zingizlar mana ekrandan pastki qismiga nomerlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol savdo qilib olishingiz mumkin. Kuzatishda davom etamiz. Hurmatli kuzatuvchilar, ko'chalarimiz shahar ko'cha, shebirlar sochilgan, endi dachniy zona bo'lgan, lekin hozir mahalla nomi berilgan Uyg'ur mahalla fuqarolar yig'ini Bog' ko'chasi 40-xonadonimiz. Mana shu ko'rib turgan xonadoningiz Toshkent shahridan ro'parasi 19 kilometr. Qorasuv mebelchilar shahriga Toshkent shahridan kelganingizda Karmashkadan 10 ga kirsangiz 4 kilometrdan keyin mana shu xonadonimiz. O'rtacha tuman hokimligi shu xonadonimizdan 1 kilometr. Butun hamma sharoitlari juda ham yaxshi. Mana stollarni ko'rsatib o'ting. Tok, Wi-Fi, internet bor, gaz bor. Juda ham holatlari yaxshi. Mana fasad qismimiz mana shu qo'shnimizgacha. Qo'shnilarimiz juda ham yaxshi, ahil odamlar. Endi ko'pchiliklari dacha sifatida foydalangan, lekin hozir doimiy yashayapti aholi. Chunki mahalla nomi berildi bu yerlarga. Endi hozir mana o'zlari ham aytibdilar, Ilhom akam o'zi hujjatlarimizni olib ketib, anaqa qilib rasmiylashtirishyapti, deyaptilar. Xudo xolasa doimiy propiskaga qo'yib yashashingiz mumkin. Dachamiz hozircha dachniy zona hisobida, lekin notariusdan juda ham chiroyli qilib nomingizga o'tkazib berishadi, xudo xolasa. Savdosini kelsanglar bo'ladi. Uyimizning jihozlari, gaz plita, butun hamma narsani ko'radigan narsalar hammasi o'z holida qoladi. Faqat uy-joyimizning narxini kelsanglar bo'ldi, xudo xolasa. Kelinglar, mana kuzatishda davom etamiz. Setka bilan yopilgan mevali shaftoli daraxtlarimiz, giloslarimiz bor. Juda ham chiroyli. Yaxshi mazza. Bu yerga Qorasuv daryomiz. Mana shundan bir 100 metr yursangiz pastida Qorasuv daryo. Bog', olma bog'. Juda ham zo'r, bahavo. Toshkent shahriga qulay. Uy-joyimiz pishgan qurilgan. Usti eslasanglar, mramorniy kroshka deydi. Mana shunaqa qilingan. Juda ham holatlari yaxshi. Mana kiring, ko'rsating, mana hovlimizda bemalol ikkita mashinani qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Juda ham holatlari yaxshi. Mana gazoviy sho'tchilarimiz o'rnatilgan, svet sho'tchilar bor. Kanalizatsiya, uyimiz ichida dushoviy kabinkasi ham bor. Ikkita xona uyi bor. Tepada mansardada tennisni kort qilib, tennis qo'yib yoki bilyard qo'yib bemalol foydalanib yashashingiz mumkin. Mana keling, ko'rsataylik. Mana qo'shni bilan chegara setkamiz tortilgan. Mana zeleniy zona, bog'larimiz juda ham go'zal. Mana giloslarimiz, gilos meva, olma mevalarimiz bor. Bir kamida 20 tupga yaqin mevali daraxtlarimiz ekilgan. Mana bu yerda o'choq qozon qilib, bemalol foydalanib, mazza qilib kelib, ovqatlar qilib, mana shashlikni qo'ralarigacha turibdi. Bemalol foydalanishingiz mumkin. Mana bu yerda hojatxonamiz bor. Dalaxonning hojatxonasi mana. Juda ham zo'r. Yerlarimiz sariq turpoq. Qorasuv daryosi shu juda ham yaqin. Mana qo'shni bilan qo'rg'on qilib o'ralgan. Mana bu yoqdan ham ko'rsating. Ichkaridan uyimizning ichidan zina 2-etajga bor. Tashqaridan balkoni bor. Mana bizni o'zingizlar kuzatayotgan bo'lsanglar, xudo xolasa like bosib, obuna bo'lib qo'ysanglar, ko'pchilik kimdir mana shu uy-joyi, xuddi shunaqa uy-joy izlab yurgan bo'lsa, xudo xolasa xayrli ishlarga sababchi bo'lib qolasizlar. Kuzatishda davom etamiz. Mana mevali daraxtlarimiz juda ham holatlari yaxshi. Gaz, suv, svet, taksi xizmati hamma tomonga qulay. Toshkent shahri bilan Nurafshon shahriga bo'ylab turadigan juda ham zo'r joylar. Olgan odam baraka topadi, xudo xolasa. Endi mahalla maqomi berildi. Xudo xolasa bu yerlar kadastr qilinib, bemalol propiskada yashab o'tishingiz mumkin, xudo xolasa. Mana mevali daraxtlarimizni ko'rsating, juda ham chiroyli.
Endi tashqarini dashin zona bo'lgani uchun ko'pchilik bu yerda setka bilan qo'rg'on qilib yopib olishgan. Hozir siz devorlar qilib chiroyli qilib. Mana bu yoqda Zimaleta konditsionerlarimiz o'rnatilgan. Antenna televizori bor, Wi-Fi internet. Mana keling ko'rsataylik. Hovlilarimiz stashka qilingan. Juda ham holatlari yaxshi. Mana vodoprovodimiz bor. Mana bu yerda navesimiz bor. O'tirib bemalol ovqatlanadigan suvimizni qo'yibmiz. Ko'rsatdingizmi suvni? Ko'rsatdingizmi suvni? Mana ko'ringlar, aziz obunachilar, mana suv naporini ko'ring. Suv vodoprovod, kachalka juda ham suvlarimiz zo'r. Mazza qilib foydalanib yashab o'tishingiz mumkin. Mana o'tiradigan, ovqatlanadigan, dam oladigan joyimiz bor. Keling. Endi uyimizning ichini ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana aziz kuzatuvchilar, kirganinglarda katta xonamiz bor. Endi bu ham xona hisobida. Mana gaz plitamiz, gaz kirgan. Mana ummanligimiz bor, xolodilnik. Mana zinamizdan shu ikkinchi etaj o'sha mansardaga chiqib tushib bemalol yashashingiz mumkin. Mana bu yerda dushimiz bor. Bemalol foydalansangiz bo'ladi. Dushiga kabinka deydi. Временный o'sha kirib, g'usl qilib, mazza qilib cho'milib olishingiz mumkin. Ko'rayotgan jihozinglar bituvoy texnika, mana xolodilnik, duxovka, gaz plita, hammasi butun ko'rayotgan narsalar qoladi, xudo xolisa. Faqat uy joyimizni savdosiga kelishsanglar bo'ldi. Mana Zimaleta konditsionerlarimiz bor. Romlarimiz ko'chaga qaragan, yorug', televizorlarimiz bor, shkafimiz bor. Kelib vaqtincha xudo xolisa uyga mahalla maqom berilganda mana yana sizlarga eslatib o'taman. Bemalol xudo xolisa kuzda haq hujjatlar hammasi hokimiyat tasdiqlasa, inshaalloh kadastrga o'zingizni propiskaga qo'yib, mazza qilib yashab o'tishingiz mumkin. Xat hujjatda hech qanaqa tashvish yo'q, notarsdan o'tkazib beradilar, xudo xolisa savdo qilib oladigan bo'lsanglar. Yaxshilab ko'rsatib ana qiling, mana ko'rsildi. Mana bog'imiz juda ham go'zal. Bahavo, juda ham havosi toza, tinch mahalla. Aholisi yaxshi, uy egasi ham yaxshi insonlar, xudo xolisa. Mana okamning o'zlari, xudo xolisa savdolashib, xudo xolisa baraka qilsanglar. Ilhom akam ismlari juda ham yaxshi insonlar. Mana sabab bo'lib xudo xolisa aka-ukalar bo'lib qoldik. O'zingizlar bemalol aloqaga chiqib, ekranlarning past qismida nomerlarni qo'yib o'tamiz. Bemalol savdolashib, orqada kelib, mehmon bo'lib, mana bugun obdiq dam oladigan kunlari bemalol gaplashishinglar mumkin. Savdolashib olib, mazza qilib yashab o'tishinglar mumkin. Mana ko'rsating. Bemalol ikkita mashinani qo'yib foydalansangiz bo'ladi. Juda ham chiroyli, fayzli xonadon. Ilhom aka, xudo xolisa bizning kanalimiz nomidan chiqsa, chiroyli qilib kelishtirib berasiz. Aka. Sizning kanalingizdan chiqsa, albatta kelishtirib beraman. Mana aziz obunachilar, o'zingizlar kuzatib, xudo xolisa like bosib, obuna bo'lib, o'z yaqiningizga jo'natsanglar, xayrli ishlarda xudo xolisa inshaalloh sabaqchi bo'lib qolamiz. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar, yaxshi kunlarda ko'rish nasib qilsin.